Mamindanchi bir dunyo beraverdi, bir dunyo olib keluvdi, olib kela olmadik-a. Mashinamiz qoldi-yu. Bitta o'zimga, bitta adamga oluvdim. Avvalambor bu narsalarni ishlab chiqarish yo'lga qo'yish o'zi emas, ancha mehnat taraf. Shunchalik jahon andozasiga javob beradigan qilib buni yaratibdi bu bolalar. Zo'r qilib, ha? Bolalarni Allohim omadini bersin. Maza hech bo'lmayman. Zo'r. Alloh rozi bo'lsin. O'zbekistonga olib ketish uchun eng zo'r sovg'a bu gilam. Har xil razmerda gilamlar bo'ladi, kichigi, kattasi, faqat qo'lda to'qilgan. O'zlarining ham bir 10 mingtadan ortiq ishchilari bor. Shu gilam temasiga shu aka javob berar ekan. Aka o'zbek ekanlar, millatlar o'zbek ekanlar. Millatlardan ham bor. Nazorat Bilim turibdi. Akani millionerliklari shundoq ko'zlaridan bilinib turibdi. 100 kvadratcha ham gilam bor. Voy mashalloh, amri ko'pligini qarang. Mana mana shu joynamoz nech pul? Bu $200. $200. Bo'ldi, mashina bering, men oldim. Bering. Rostdan 200 mi? Arzon aytib qo'ymandingizmi? Yo'q, arzon aytgan. Yo, bu meni tarafimdan sizga paraga. Yo. Podarka. Yo, pulni beraman, pulni beraman. Sotib olamiz, amaga unaqa demang, xijolat qilmang. Siz meni Ko'pmi bu aka? Ha, ko'p. siz meni xursand qilsangiz pul bermang. Pul bermang. Meni xursand qilsangiz. Meni tarafimdan sizga. Gapni qarang, gapni aka. Meni xursand Siz meni shogirdlikka oling. olaman. Gapni qarang yozganlar aka. Rahmat. Xursand bo'lar ekan pul bermasangiz. Menga yozishyapti-da. Anaqa detailing ochmoqchiman, mashina servis ochmoqchiman. Okalar bu yerda detailing yurmasa kerak. Bilmadim bu. Lekin bu yerda mashinalarga qaraydigan odamni o'zini ko'rmadim, действительно. Arabiston davlatlarida ham shunaqa-yu, mana qaranglar. Detailing meni yurmasa kerak jon aka. Mashina bo'yicha gaplashdik. Ha, Xitoyda okalar ham kelgan. Otingiz nima sizni? Ahmad. Ahmad. Akamiz Dungan ekanlar, Xitoydan kelibdilar, shu tirikchilik payida kelganlar-da. Bulardan men so'rayman, nima mashina olasan, nima mashina olib kelib bering Amerikadan desam, faqat Toyota deyapti. Faqat Toyota. Boshqa mashinalarning zapchasi yo'q. Va bu yerda sotilmaydi deyapti. Xitoy olib sotilaring, Xitoy arzon desam, akam aytibdilar, sotilmaydi bu yerda Xitoy. Nega? Zapchas yo'q, ustoz yo'q. Bu yerda faqat Toyota nima edi? Toyota buzilmaydigan mashina. 2 yil oldida Xitoyning Toyotasidan keldik. Corolla. Olmayapti. Olmayapti. Keyin nima deydi? Xitoyning sifati yaxshi emas dedi. Lekin ular yaxshi bilmaydi. Hozir Xitoyning sifati juda zo'r bo'lgan hozir. Ha, bilaman. Men Xitoy bir qancha mashinalarni sotdim. Xitoy sifati ham hozir yaxshi bo'lgan, bilasizlar. To'g'ri, Toyota bilan solishtirish noto'g'ri, lekin bular Xitoyda ishlab chiqarilgan Toyota'ni ham olmasa ekan. Faqat Yapon. To'g'risi juda ham bespredel haydashar ekanda. Ko'p holatda ko'ryapmiz. Bu yoqdan ham mana velosiped ham tiqilyapti, taksi ham tiqilyapti, samokat ham tiqilyapti, mototsikl ham tiqilyapti, peshixod ham. Kim birinchi kirsa o'shandan kelyapti-da. Lekin men mana 4 kundan beri, 5 kundan beri yurgan bo'lsam, biror marta avariya ko'rganim yo'q. Hamma yoqda mana qimir shaplar yo'l ochib, o'ngga chapga qilib to'g'irlab turibdi, lekin biror marta avariya yo'q. Bu yerda ayollar mashina haydamas ekan, aka Navodaga. Endi ko'rmadim men, balki haydar, men ko'rmadim. Balki shungadir, balki unga emasdir. 70 ta atrofida guvohim bor. Birorta avariya ko'rmadik. Adam arabcha o'qishni o'rganayotganlar-da, lekin bu yerda qaranglar, harakatsiz arab harflari. Navoda siz uchun ham o'rgatib ketishga harakat qilaman. Agarda u harf keladigan bo'lsa, harfning ustiga uni qo'yib ketadi, lekin a bilan i ni qo'ymaydi. Zamon deb yozgan, vaqt, maqsad qatga, mozorga. Afg'on tilida p harfi bor. Tagida 3 ta nuqta bo'lsa, ko'rasizlar, 3 ta nuqta bor. Parvoz degani. Parvoz RQ 141. Maqsad mozorga. Mana mashina ishlatdim. Afg'oniston kelganinglarda telefon kompaniya mana mashina ishlatdilar. Roshan juda katta kompaniya ekan. Mehmonxonalar, hamma narsasi bor ekan o'zi. I love Afghanistan. O'zbekistonga qarab yo'l olamiz. Hozir Qobuldan Mozor Sharifga qarab samolyotda boramiz. Mashinada 14 soat atrofida ekan, yo'llari yomon bo'lgani uchun odamlarning oyoqlari og'rib qoldi. Srochno biz ketishimiz kerak bo'lib qoldi. Otadan ajraldik, duo qilib qo'yarsizlar. No behikmatga emas. Termizda mashinamiz qolgan. Mozor Sharifga borib, Mozor Sharifdan piyoda chegaradan o'tamiz. Termizdan xudo xolasa mashinada o'zim qaytaman, odamlarni samolyotga chiqarib yuboraman-da. Bu yerdan chiqarib yuborsam bo'lardi, xohlamadilar-da. Yo'q, men seni bitta o'zingni qo'yib yubormayman dedilar. Yaqinda 37 ga kiraman. Любой odam bolasiga bolam deydi-da. Siz ham bolam deysiz, to'g'ri. Shundoq ko'zlaridan ko'rinib turibdi-da, boyi bolasiligi bor. Chunki Afg'onistonda men bunaqa kiyim kiyib yurgan odamni ko'rganim yo'q. Ko'rasizlar, kiyimlarini hammasi takoy akkuratniy. Hatto akasi ham bor ekan. Boyi bolasiligi shunday ajralib ko'rinib turibdi-da. Afg'onistonda boyi juda boyi ekan. Mana qarang, oyog'ida tamom pul diskechizlar. Endi o'zimizcha analiz qilyapmiz-da.
u bilan buni solishtiryapman. Chunki 5 kundan beri shu yerda yuribman, boshqa xalq, oddiy xalq ko'ryapman-da. Odatda hamma mamlaqa kiyimda. Yosh u qari mana mamlaqa kiyimda, Afg'onistonliklarning o'zini kiyimida yuribdi. Lekin bularda takoy mana европейский. Pasport kontrol hammasidan o'tib oldik va duty free ga, aeroport hududiga kirdik. Bu yerda ikki xil aviakompaniya bor ekan. Birinchisi Ariana, ikkinchisi Cam Air. Duty free mana shunaqa holatda. Bu takoy kichkinagina. Bu yerda mana yeguliklar. Bu yerda apparat. Umrimda o'ylamagan edim Afg'oniston havo yo'llarida uchaman deb. Afg'oniston havo yo'llari Cam Air. Mozor Sharifga keldim. Mozor Sharifda okalar kutib olishdi. Buni Mozor Sharifda mesni bo'lyapti. Mesni bo'lib olishibdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Qalaysiz Olib aka? Naqos o'tdi. Tirikchilik? Ha? Naqos, nima tirikchilik qilyapsiz? Afg'onistonga oziq-ovqat import qilyapmiz. Молодец. Gap yo'q aka. Siz bo'lmasangiz ola olmasdim. Eksklyuziv, aka, eksklyuziv. İçeriye kirib, ichlarini ko'rsatamiz. Amerikanskiy hammerni. Oy! Вообще bu, mana burun-ku bu. Qani? Gap bo'lishi mumkin emas. Mana pulemotda chiqib ta. Qani bismillah. Bu samolyotdan ham knopkasi ko'p buni. Mana zavod qilar ekan. Arctic Hater. Yo'q, o'chir. Rahmat aka. Rahmat. Bismillah Muhammad. Ha, Lal Muhammad, rahmat. Lal Muhammad aka. Ha, yangi bayrog'i Tolibonni. Qani mana bu orqa eshigini ham o'g'irligini qaranglar buni, mana buni. Gap yo'q. Bizga kerak motori bor ekan. Yurarkan. Bitta ko'rsatib qo'yavera qolay. Mana qarang. O'q tegan, nima o'q tegan. Ana. Inonisini qarang. Voy onang nima ko'r. Buni butida ham bor ekan. Mana qarang. Ado bo'pti. Voy opoqingni. Biz uchun ko'rmaganmiz-da. Biz uchun antiqa tuyuladi-da. Enomimiz tank. Yonmabda masjid bor ekan. Deb mana nima bor ekan endi. Gap ham kelmayapti borib. Mana otda biroq MK ko'taryaptilar. MK o'qlarni boylab olganlarni qarang. Tolibon. Gap yo'q. Uy ketamiz, oldimizdan chiqib qoldi. Mana shunaqa narsalarni ko'rib ketaveramiz-da. Mana o'sha tillada doston bo'lgan, hamma gapirayotgan Qo'shtepa kanali mana. Mana shu o'sha kanal. Amudaryoning yo'lini bu yoqqa o'girdi, bu yoq degan rosa gap so'zlar bo'ldi-yu. Aynan mana shu Qo'shtepa kanali qamish o'sib yotibdi hamma yoqda. Nimaga bunaqa bo'lib yotibdi? Hozir bu yerdagi tanishlar aytayaptiki, suv yerga o'tiryapti. Bilmadim, men buni yaxshi qilmaganigami, bilmadim deyishyapti. Men atroflarini ko'ryapmiz, haqiqatda turpoq bo'lib yotibdi, bu hech qanaqa qilinmagan. Suv dalish oqib bormayotgan ekanda, shimyotgan ekan. Cho'lning o'rtasidamiz, mana ko'ringlar o'zingizlar, hamma yoq cho'l. Cho'ldan katta kanal olib o'tishyapti. Xullas, Qo'shtepa kanali mana mashit. Etishlariga qaraganda suv ko'paymayotganmish, suv ko'p oqmayotganmish, suv yerni tagiga shimyotganmish degan narsani aytishdi. Bu meni fikrim emas, mashit mesniylar aytyapti. Afg'onistonga kirib kelayotganimizda biz delegatsiya bilan kirib ketdik, to'g'rimi? Shunday kirib ketdik. VIP kirdi. Katta bronirованный mashinalarda muammo bo'lmadi, deklaratsiya to'ldirmadik. Bu o'zimizning ziyonimizga ishladi. Bizning rejalarimiz o'zgarib qolib, hamma bilan birga qaytmayapmiz-da, o'zimiz qaytyapmiz va deklaratsiya to'ldirmaganmiz. Va bizning cho'nchagimizda pul bor. Hammada har xil pul bor edi, menda ham ancha pulim bor edi. Endi har ehtimolga qarshi pul olgan edim. Ya'ni o'tda nimadir arzon chiqib qolsa olveraman. Bir qismdan nimadir foydalanaman dedim-da. Akazisi chegaradan $500 ko'p pul olib o'tish mumkin emas ekan. Agarda deklaratsiyaga kirgizgan bo'lsangiz, pожалуйста. Hozir 10 mingdan oshiq pulni shundan tashab perevod qilib yuboramiz endi. Afg'onistonga shu ishonchli o'rtoqlar bor edi, o'shalarga aytdik, perevod qilib berishadi. Do'stlik ko'prigi. Amudaryo. Mana sizga Amudaryo, katta Amudaryo. Va biz Do'stlik ko'prigidan piyoda o'tmoqdamiz. Maza qiladigan joy ham qarang. Poyezd ham shu yerdan o'tadi, aka. Mashina ham o'tadi, odam ham o'tadi. Men umrimda o'ylamagandim shu yerdan o'taman deb, aka. Men videolarni ko'rdim, 79-yildan tanka-pankalarda o'tib ketgan videosini. Ha, Amudaryoda suv ko'p, aka, qarang. Ko'payibdi. Ha, ko'payibdi gapi. Mostini qaranglar. Ochu. Amudaryo shunda o'tyapti shu yerdan. Mana kelyapti. O'sha mashhur poyezd. Afg'oniston chegarasidamiz. Do'stlik mosti. Ham odam,
ham mashina bitta joydan o'tadi. Aynan shu most Afg'oniston uchun hayot-mamot masalasi desam ishonasizmi? Oxirgi paytda hayot-mamot masalasiga aylandi. Pokiston bilan Afg'onistonning o'rtasida munosabatlar yaxshi emas, Eronda urush ketyapti. Turkmaniston va Tojikistonda ishlab chiqariladigan mahsulotlar yo'q. Yagona tranzit yo'li faqat O'zbekiston orqali. Rossiyadanmi, Qozog'istondanmi, Xitoydanmi qatdan kelishdan qat'iy nazar, aynan mana shu most orqali mahsulotlar, odam, nimaki poyezd hammasi mana shu yerdan o'tadi. Shundan boshqa Afg'onistonliklar uchun boshqa yo'l yo'q hozirgi kunda. Faqatgina shu yo'l orqali ularga oziq-ovqat, boshqa mahsulotlar kirib chiqyapti.